aka. Tinchlikmi uka? Hadi aka. Çık. Hadi fakat tezroq. Ukalar tushinglar, men sizlarni olib olmayman. Yo'q, aka, haydi bu obrazga tashlab qo'ying aka. Oshnamizni qo'lida bir o'g'il bo'lib yotibdi aka. Tezlashing aka. Sizga muammo bo'lmaydi aka. Ukalar yoshinglar nechida? 20 da aka. 20 yoshda biznes qilasizlar, bironta biznes bormi? Yo'q aka. Hozir asa biznes qiladigan paytinglarda sizlar Panet ilovasi bormi? Bor. Foydalansizlar. Shu ilovaga yangi funksiya qo'shildi, xolis degan. Xabaringlar bormi? Yo'q aka. Bu yerda o'zinglar biznes ochishinglar mumkin, noldan 5 minut. Bizneslar biz uchun emas aka. Nima Yuguri ko'p aka uni. Endi qarab turing shu gapingizga. Yuguri yo'q. Yugurdi endi o'zi Panet ilova qiladi, o'zi xolis qiladi. Qanday? Buxgalter yollamaysiz, hisob-kitobni qilmaysiz, hisobotlarni o'zi qiladi. Hamma yo'lda o'zi qiladi. O'zi kiyim do'kon ochmoqchi edi. Shu biznesni yo'lga qo'ymoqchi edim. Qo'yish kerak uka, bunaqa qilib yurish yaxshi emas. Siz ishlasangiz bo'ldi. Sizga terminal kerak bo'lmaydi, hisob-kitob kerak bo'lmaydi. Отчет qilmaysizlar, hamma yo'lda o'zi qiladi. Sizlar faqat ishlab bersanglar bo'ldi. Ko'chani yig'ishtiring. Ha, ko'chani yig'ishtiring endi. Biznes qilamizmi? Biznes qilish kerak. Ey do'st, birga tug'ilmadik, olmaymiz birga. Ey do'st, ko'nglimni senchalik bilolmas so'zga. Har qachon yonimda bo'lalding tirgak. Ey do'st, ey do'stim. Yashang!